Hammaga salom. Bugun juda ham qiziqarli video bo'ladi, chunki biz qulflar haqida gaplashamiz. Aynan Acara'ni osma qulf. Hozir birgalikda buni tushunib olasizlar. Agar sizlar bu qulfni xarid qilgan bo'lsanglar, bugungi videoda to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Buni sozlash, telefonga ulash va afzalliklari va funksiyalari haqida birgalikda gaplashamiz. Bu qulfni afzalliklari juda ham ko'p. Hozir birin-ketin hammasida to'xtalib o'tamiz. Birinchi o'rinda men sizlarga video qo'yib bermoqchiman. Aynan Acara'ni o'zini rasmiy kanalidagi videoni birgalikda ko'rib, men hozir sizlarga sharhlab turaman. Bu qulf nima ish bajarishi va qanaqa ekanligini tushunib olasizlar. Qani birgalikda ketdik, ko'ramiz. Video juda ham qisqa, ko'rib turishingiz mumkin. NFC yoki tashqi kod terib yoki отпечатка bilan kiradigan mexanizm yordamida qulfni ochishingiz mumkin. Uyga kirganingizdan keyin boshqa ssenariy avtomatizatsiyalar yordamida chiroqlarni yoqib uyingizga kirib olasiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bir nechta yo'l bilan bu qulfni boshqarishingiz mumkin. Ichkari qismdan qulflab yoki telefon orqali ochib yopishingiz mumkin bo'ladi. Qisqa videodan keyin ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldinglar degan umiddaman. Bugungi videoda xuddi shu qulflarni birgalikda ko'rib chiqamiz. U200 Kit va U200 Lite Kit modellari to'g'risida gaplashamiz. Ikkala qulfimiz nakladnoy zamok hisoblanadi. Bu degani eshigingizni qulfini o'zgartirmagan holda ustiga o'rnatib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. U200 Kit modeliga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rib turishingiz mumkin, korobkasi Lite ga qaraganda kattaroq, bunda qo'shimcha qurilmasi bor. Bu qurilma yordamida sizlar отпечатка, parol, NFC yordamida xuddi shu qulfni ochishingiz mumkin bo'ladi. U200 Lite modelida esa bu yerda biz ikkita bir xil qurilmani qo'yganmiz. Bularning farqi faqat rangida. Funksionaliga keladigan bo'lsak, bunga qaraganda tashqariga o'rnatiladigan mexanizmi bo'lmaydi. Bu faqat ichki qismga o'rnatiladi. Undan tashqari NFC metkasi chiqadi. Eshigingizni tashqarisiga qo'yib, telefonni tegizgan holda eshikni ochishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy olganda bu qulflar kimga to'g'ri keladi? Kelinglar birgalikda to'xtalib ko'rib chiqamiz. Birinchisi, agar siz bizni o'rganib qolgan kaltlardan charchagan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r alternativ yechim bo'ladi, chunki bir nechta yo'l bilan buni ochishingiz mumkin. Kaltingiz qolib ketgan taqdirda ham ko'chada qolib ketmaysiz. Ikkinchi afzalligi shundaki, agar eshigingizdagi qulf dizayningizga mos bo'lsa, uni almashtirishni xohlamasangiz, bu juda ham zo'r yechim, chunki bu qulfingizni ustiga o'rnatiladi. Uchinchisi, ikkita afzallikni birlashtirib ketaman. Birinchisi, o'rnatilishi juda ham oson. O'zingiz instruksiya yordamida bemalol o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi esa dunyoning istalgan nuqtasidan bu qulfni telefon orqali ochishingiz mumkin bo'ladi. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Agar sizlar kerakli joyni ko'rib olmoqchi bo'lsanglar, opsiyada time kodlar bor. Kerakli joyga bosib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu qulflarimiz Matter va Thread protokollarida ishlaydi. Bu protokollar nima vazifani bajaradi deyishingiz mumkin. Agar sizlar hub to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmasanglar, bizda o'tgan videomizni tomosha qilib tushunib olishingiz mumkin. Biz aynan hub to'g'risida gaplashganmiz. Matter, Thread ishlaydigan hubni obzorini qilib, u haqida tushuncha berganmiz. Hub nima ishni bajaradi? Siz dunyoning istalgan joydan bu qulfni ochmoqchi bo'lsangiz, hub kerak bo'ladi, chunki telefondan ketayotgan xabar hubga boradi va hub qulfni ochib yoki yopib beradi. Umumiy olganda, aqlli uy yaratayotganda hubni o'rni juda ham katta. Oldingi videoda juda ham ko'p hub to'g'risida gaplashganmiz. Agar sizga hub to'g'risida ma'lumot qiziq bo'lsa, oldingi videoni o'tib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammalarga bu ikkala qulf tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bunda funksional ko'proq, qo'shimcha qurilma yordamida ko'proq ishni amalga oshirsa bo'ladi. Bunda esa kamroq, lekin buni nastroyka qilinishi, o'rnatilishi bir xil. Hozir birgalikda bitta qulf misolida ko'rib chiqamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, qulfni biz maketga o'rnatib olganmiz. Bu uyning ichkari qismi qulfimizga mexanizm o'rnatilgan va eshigimizni ochib yopishga yordam beradi. Tashqari qismda esa mana shunaqa maxsus mexanizm yordamida parol, NFC va отпечатка yordamida ochishingiz mumkin bo'ladi. Buni siz eshigingizni xohlagan joyiga yoki devoringizga yopishtirishingiz mumkin bo'ladi. Endi birgalikda qulfni ilovaga ulagan holda bir ikkita funksionalini birga ko'rib chiqamiz. Qulfimiz akkumulyator yordamida ishlaydi. Bu tashqi mexanizmi ham, ichki ham. 1 yilgacha zaryadkasi yetadi. Agar zaryadi kam qolgan bo'lsa, telefoningizga уведомление kelib turadi. Qulfimizni ulash uchun Acara ilovasiga kirish kerak bo'ladi. Hozir sizlarga qo'yib ko'rsatib ketaman har bitta qadamimni. Biz mana shu QR kodni skaner qilamiz. Turishingiz mumkin, qulfimiz chiqdi.
Умный дверной zamok deyapti. Расположениясini belgilagan holda Dalее tugmasini bosasizlar va загрузка ketmoqda. Qopqog'ini yopishimiz mumkin. Tak. Bluetoothni yoqishimiz kerak. Pul qo'yishimiz kerak. Sizlar o'zingizga mos keladigan parolni qo'yib olasizlar. Biz har doim ishlatadigan parolimizni qo'yamiz. Endi barmog'imizni ko'rib turishingiz mumkin. Отпечаткamiz qo'shilmoqda. Ozgina vaqt ketadi. Bitta qanaqa qulfga o'rnatganinglarni belgilab olasizlar. Bizning holatimizda Euro zamok. Shu joyda to'xtalib o'tmoqchiman. Qulfimizni qaysi hubga ulanishi so'ramoqda. Biz M100 hubimizga buni ulaymiz. Bundan to'g'ri Apple Home'ga ham bu o'tkazilmoqda. Ozgina vaqtni olar ekan. Hozir Apple Home'ga ham, Akara ilovasiga ham bu qulfimiz ulanadi. Qurilmalar bo'limida ko'rib turishingiz mumkin. Aqlli qulfimiz paydo bo'ldi. Bunga bosadigan bo'lsak, одноразовый parol, bir martalik parol, keyin oila a'zolarimizni qo'shmoqchi bo'lsak, управление пользователями bu yerdan bizni yangi pользовательni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari pastda ko'rib turishingiz mumkin, ochib yopishingiz mumkin. Hozir biz qulfni yopib ko'rsatamiz sizlarga. Bosib turamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, uyimizning ichkari qismidan bu qurilma eshigimizning qulfini qulflab berdi. Videoni boshida aytganimdek, bir nechta yo'l bilan bu qulfni ochishingiz mumkin. Boshida biz отпечатка qo'shdik. Ko'rib turishingiz mumkin. Отпечатка ko'rib turishingiz mumkin. Отпечатка, parol, NFC yordamida siz qulfni ochishingiz mumkin bo'ladi. Qulfni ochish yo'llari juda ham ko'p. Buni hammasini ilova yordamida sozlab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ilovada ko'rib turishimiz mumkin, akkumulyatorni batareykasi necha foizligini ko'rsatib turadi. Настройка bo'limida juda ham ko'p ssenariy, avtomatizatsiyalar bor. Ogohlantirishlarni belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Qanchadir foizda sizni telefoningiz ogohlantirib bo'ladi, zaryadkasi kam qolganligi to'g'risida va siz kerakli vaqt zaryadkalab buni bemalol ishlatib berishingiz mumkin bo'ladi. Ilovamizda ko'rib turishingiz mumkin, jurnal bor. Bu jurnalda biz qaysi vaqt kim tarafdan bu qulf ochilganligini ko'rib turishimiz mumkin. Mana 22:50 da biz отпечатка yordamida ochganmiz va undan oldingi operatsiyalarni ko'rsatib turadi. Umumiy olganda ko'rib turishingiz mumkin, bu qulfimizni juda ham funksional va keng. Bu qurilma yordamida parol, отпечатка, NFC yordamida ochishingiz mumkin. Umumiy olganda juda ham qulay o'rnatilishi, ko'rinishi. Agar sizga shunaqa qulf kerak bo'lsa, bizning showroomga tashrif buyuringlar, ko'rib, ishlatib, agar sizga ma'qul bo'lsa, keyinchalik xarid qilib, bemalol maza qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib ketaman, Akara brendini O'zbekistondagi rasmiy distributor hisoblanamiz. Agar sizga shu qurilmalar kerak bo'lsa, shu raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar, biz to'liq ma'lumotlarni beramiz. Agar shu qurilmalarni ishlatib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizning showroomga tashrif buyuringlar, hammasini chiroyli qilib sizlarga tushuntirib beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bu qulf to'g'risida ozgina bo'lsa ham ma'lumot olgan bo'lsanglar, like bosib, qo'llab-quvvatlanglar, tanishinglarga jo'natinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.